Unitaz o'rnatdik, tayyor. Mana do'stlar, ishlarimiz davom etyapti. Homumuzni gidroizolyatsiyasini ham boshlaverdik, shogird bola qilyapti. Qanday bo'lyapti Abdumalik? Yaxshimi? Aha, shunday qilsak ketamiz o'tirib. Assalomu alaykum do'stlar. Kamp ishlarini boshlaverdik, xudo xolasa. Davom etyapmiz. Bu yer shampun pampu qo'ygan kampni tugatamiz. Bu taraflar ham bor. Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana ishlar, kafillarimizni tugatib bo'ldik. Endi pardoz ishlari qoldi. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar, katta kichiklar, opa-uka akalar, hammalariga salom. Mana xudo xolasa shogirdlar bilan obyektimizni tugatyapmiz. Simisitlab qo'ydik, unitazni ildik. Artyapti pugaladi, xudo xolasa. Necha kunda tugatdinglar endi usta bola? 4 kunda. 4 kunda. 4 kunda pugalayapmiz. Tepa lampalar ham bo'ldi. Forchka mana hozir rakvina ilamiz. Buni ham ko'rsatdim, bu rakvinani joyi. Xudo xolasa, unitasimizni ham ko'rib oldik. Knopkasini endi ilamiz. Hammasi tayyor. Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar, yana bir marta sizlarga salom. Xudo xolasa, mana obyektimiz tugadi. Kelishtiryapmiz usta. Qilgan ishlarimiz bitta vanna qo'yildi. Unitaz, rakvina, eshik va usta, katta usta. Xudo xolasa bemalol baho beraverasizlar. Hozir qolgan qutga pugalarni aytyapti ukaxonim. Pollarga ham katta karpot tashab qo'yganmiz. Razmeri 270 ga 120, vannaning oldi 140. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lgan usta. Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar, mana xudo xolasa oxirgi obyektimizni ham tugatdik. Mana da kichkintoyimiz ham bor. Bu yerga bitta vanna, unitaz va rakvina. Xudo xolasa ishlarimiz tugab boryapti. Rakvinalarimiz parlarni tarqatib, quritib turadi. Qochib turib Xudo xolasa bu videoda oxiriga hammasiga boshidan oxirigacha bo'lgan holatlarni qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Vodiy Santexnikga murojaat qilaverasizlar. E'tiborlar uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Ayamasangiz bitta like bosib ketishni unutmang.